Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Shahrisabz davlat pedagogika instituti matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasi o'qituvchisi Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovnaman. Bugun biz kiberxavfsizlik asoslari fanidan identifikatsiya va autentifikatsiya vositalari mavzusida taqdimot ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz rejasi identifikatsiya vositalari, autentifikatsiya vositalari hamda avtorizatsiya vositalaridan iboratdir. Tizim resurslarini boshqarish bilan bog'liq bo'lgan ixtiyoriy xavfsizlik muammosi uchun biz ruxsatlarni nazoratlash terminini majoziy ma'noda qo'shtirnoq ichida olganda soyabon sifatida foydalansak bo'ladi. Ruxsatlarni nazoratlash sohasi quyidagi qism sohalardan iborat: identifikatsiya, autentifikatsiya hamda avtorizatsiyalardan iboratdir. Identifikatsiya shaxsni kimdir deb da'vo qilish jarayoni hisoblanadi. Masalan, siz telefonda o'zingizni tanishtirishingizni identifikatsiyadan o'tish deb aytish mumkin. Bunda siz o'zingizni, masalan, men Timurman, men Gulnozaman deb tanitasiz. Bu o'rinda ism, ya'ni Timur sizning identifikatoringiz bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, identifikatsiya subyekt identifikatorini tizimga yoki talab qilgan subyektga taqdim etish jarayoni hisoblanadi. Autentifikatsiyaga kelganimizda, autentifikatsiya foydalanuvchini yoki biror tomonni tizimdan foydalanish uchun ruxsati mavjudligini aniqlash jarayonidir. Masalan, foydalanuvchini shaxsiy kompyuterdan foydalanish jarayonini olsak, kiritilgan loginni haqiqiyligini tekshirish uchun unga mos parol kiritiladi. Tekshiruvdan muvaffaqiyatli o'tilganda tizimdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'linadi va autentifikatsiyani foydalanuvchi yoki subyektni haqiqiyligini tekshirish jarayoni deb ham atash mumkin bo'ladi. Autentifikatsiyada yoki identifikatsiya jarayonlarida subyektlar inson ko'rinishida yoki qurilma kompyuter ko'rinishida bo'lishi mumkin. Inson insonni autentifikatsiyadan o'tkazishi mumkin, mashina insonni autentifikatsiyadan o'tkazishi mumkin yoki mashina mashinani autentifikatsiyadan o'tkazishi mumkindir. Mashina insonni quyidagi narsalar asosida autentifikatsiyadan o'tkazishi mumkin. Bular: siz bilgan biror narsa, something you know, masalan, parol. Sizda mavjud biror narsa, something you have. Masalan, mashina yoki uyning kaliti, smart karta yoki token. Sizning biror narsangiz, something you are. Masalan, biometrik parametrlar, barmoq izi, yuz tasviri va shunga o'xshash parametrlar misol bo'la oladi. Parol faqatgina foydalanuvchiga ma'lum va biror tizimda autentifikatsiya jarayonidan o'tishni ta'minlovchi biror axborotdir. Bunda foydalanuvchi va server o'rtasidagi parolning to'g'ri kiritilganligi, to'g'ri yoki noto'g'ri, okey yoki xatolik kabi ko'rinishi mumkin bo'ladi. Parolga asoslangan autentifikatsiyada quyidagi xususiyatlarga egadir. Parolga asoslangan autentifikatsiyani amalga oshirish qulaydir. Sarf xarajati kam, almashtirish oson. Foydalanuvchi paroli odatda unga aloqador ma'lumot bo'ladi. Masalan, uning yaxshi ko'rgan futbol komandasi, telefon raqami va hokazolar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1dan 5gacha bo'lgan raqam yoki QWERTY va shuning uchun hujumchilar tomonidan aniqlanishi oson hisoblanadi. Ya'ni bular ketma-ket kelgan harflar, QWERTY esa klaviaturada birinchidan ketma-ket ravishda keladigan harflar ketma-ketligidir. Murakkab parollarni esda saqlash murakkabdir. Masalan, aralash harflar, raqamlar aralash, simvollar aralash parollarimizni misol keltirsak bo'ladi. Parolga asoslangan autentifikatsiya usuli amalda keng qo'llanuvchi usuldir. Avtorizatsiyaga kelsak, avtorizatsiya, identifikatsiya, autentifikatsiya jarayonlaridan o'tgan foydalanuvchi uchun tizimga bajarishi mumkin bo'lgan amallarga ruxsat berish jarayonidir. Demak, autentifikatsiya binar qaror, ya'ni ruxsat beriladi yoki yo'q. Avtorizatsiya esa
tizimning turli resurslariga foydalanishni cheklash uchun foydalanuvchi qoidalar to'plami haqidagi barcha narsalar hisoblanadi. Qisqa qilib aytganda, identifikatsiya siz kimsiz degan savolga javob beradi. Autentifikatsiya siz haqiqatdan ham sizmisiz degan savolga javob beradi. Avtorizatsiya esa sizga buni bajarishga ruxsat bormi degan savolga javob bo'ladi. Smart karta yoki token ga to'xtaladigan bo'lsak, smart karta kredit karta o'lchamidagi qurilma bo'lib, kichik hajmdagi xotira va hisoblash imkoniyatiga egadir. Smart karta odatda o'zida biror maxfiy kattalikni, kalit yoki parolni saqlaydi va hattoki biror hisoblashni amalga oshiradi. Bizda biometrik parametrlar degan termin ham mavjuddir. Unda biometrik parametr insonning o'zi uchun kalit sifatida xizmat qiladi. Bularga biz insonning barmoq izi, insonning yuz tasviri, insonning ko'z qorachig'i va insonning ovozi kabilarni misol qilishimiz mumkindir. Biometrik autentifikatsiya va identifikatsiya. Biometrik identifikatsiyada esa siz kimsiz degan savolga javob beradi. Masalan, jinoyatchilarga tegishli barmoq izlari ba'zalari mavjuddir. Barmoq izi tasviriga qarab, insonni jinoyatchi yoki jinoyatchi emasligi ba'zalarga qarab aniqlanadi. Bir tomonlama yoki ikki tomonlama autentifikatsiya ham mavjuddir. Agar tomonlardan biri ikkinchisini autentifikatsiyadan o'tkazsa, bir tomonlama autentifikatsiya deb ataladi. Masalan, elektron pochtadan foydalanish jarayonida faqat server foydalanuvchini haqiqiyligini tekshiradi. Agar har ikkala tomon bir-birini autentifikatsiyadan o'tkazsa, u holda ikki tomonlama autentifikatsiya deb ataladi. Elektron to'lovlarni amalga oshirishda esa ham server foydalanuvchini autentifikatsiyadan o'tkazadi, ham foydalanuvchi serverni autentifikatsiyadan o'tkazadi. Ko'p faktorli autentifikatsiya. Bunda biz pochtada kirishda faqat parolni bilsangiz siz autentifikatsiyadan o'ta olasiz. Mazkur ko'rinishdagi autentifikatsiya bir faktorli autentifikatsiya deb ataladi. Tekshirish faqat bitta faktor bo'yicha, masalan, parol amalga oshiriladi. Bitta faktorni aldash yoki aylanib o'tish ham mumkin. Masalan, pochta parolini bilsa bo'ldi. Ovozni diktofonga yozib olib, uni tizimga qayta taqdim etish ham mumkindir. Mazkur muammoni bartaraf etish uchun birinchi faktorga qo'shimcha qilib, yana boshqa faktorlardan foydalanish mumkin. Bu ko'p faktorli autentifikatsiya deyiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzuyimiz ushbulardan iborat edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.